Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar bu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, chunki biz bu yerda har kuni forex bozori, makroiqtisodiyot va savdo strategiyalari haqida chuqur tahlillar qilamiz. Bugun esa juda qiziqarli va ko'p treyderlar e'tibor bermaydi deb o'ylaydigan, lekin aslida professional treyderlarning eng sevimli vositalaridan biri haqida gaplashamiz. Bu mis metal va uning Dr. Copper deb atalish siri. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Mis nima uchun doktor degan laqabni olgan deb o'ylaysiz? Bu tasodif emas. Iqtisodchilar va professional treyderlar orasida ko'p yillardan beri bir gap yurib keladi. Agar jahon iqtisodiyotida nima bo'layotganligini bilmoqchi bo'lsangiz, mis narxiga qarang. Mis metal sanoati, qurilish, elektronika, transport va energetika sohalarida shunchalik keng qo'llaniladiki, uning narxi aslida butun jahon iqtisodiy faoliyatining real vaqt rejimidagi ko'zgusi hisoblanadi. Xuddi shifokor bemor pulsi orqali uning sog'lig'ini tekshirganidek, mis narxi ham jahon iqtisodiyotining pulsini ko'rsatib turadi. Shuning uchun ham u Dr. Copper, Doktor mis deb ataladi. Endi buni forex bilan bog'lashdan oldin mis narxini nimalar harakatlantiradi, shuni tushunib olaylik. Mis bu industrial metal. Demak, uning narxi birinchi navbatda talab va taklif qonuniga bo'ysunadi. Lekin bu talab qayerdan keladi? Asosan rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan, ayniqsa infratuzilma qurayotgan, shaharlar barpo etayotgan va sanoatni kengaytirayotgan mamlakatlardan. Bu yerda eng katta o'yinchi kim? To'g'ri, taxmin qildingiz, Xitoy. Xitoy dunyodagi mis talabining taxminan 55% dan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu shunchalik katta raqamki, aslida mis narxi ko'p jihatdan Xitoy iqtisodiyotining barometriga aylanib qolgan desa ham bo'ladi. Xitoyda qurilish faollashdi, mis narxi oshadi. Xitoy zavodlari to'liq quvvatda ishlayapti, mis narxi oshadi. Xitoy iqtisodiyotida sekinlashish belgilari ko'rindi, mis narxi tushadi. Bu o'zaro bog'liqlik treyderlar uchun juda muhim signal manbaiga aylangan. Keling, bu bog'liqlikni biroz chuqurroq ko'rib chiqaylik. 2008-yilgi moliyaviy inqiroz davrida mis narxi bir necha oylar ichida deyarli 60% ga quladi. Bu qulash fond bozorlarida ham, ko'pgina boshqa ko'rsatkichlardan ham oldinroq sodir bo'ldi. Ya'ni mis bozori go'yo bilar edi, iqtisodiyotda katta muammo kelyapti deb. Xuddi shunday 2009-yilning oxirida iqtisodiy tiklanish boshlanganida ham mis narxi fond bozorlaridan oldin keskin oshib keta boshladi. 2020-yilgi Covid inqirozdan ham xuddi shu manzara takrorlandi. Mart oyida keskin qulab, keyin iyun-iyuldan boshlab tez tiklanib, 2021-yilga kelib tarixiy yuqori darajalarga chiqdi va bu har safar mis boshqa ko'rsatkichlardan bir necha hafta yoki bir necha oy oldin signal berdi. Mana shu sababdan ham professional iqtisodchilar va fond menejerlar doimo mis narxini makroiqtisodiy tahlilning muhim qismiga kiritadi. Endi eng qiziqarli qismiga o'taylik. Bu mis narxining Avstraliya dollari, ya'ni AUD bilan bog'liqligi. Nega aynan AUD? Nega Avstraliya dollari? Chunki Avstraliya dunyoning eng yirik mis eksportchilaridan biri. Lekin nafaqat mis, Avstraliyada yana temir rudasi, ko'mir, oltin va boshqa xom ashyolarni ham katta hajmda eksport qilishligini unutmasligimiz kerak. Bundan tashqari Avstraliyaning asosiy savdo sherigi kim deb o'ylaysiz? Albatta, yana to'g'ri topdingiz. Xitoy. Avstraliyaning umumiy eksportining 30-35% Xitoyga ketadi. Bu shuni anglatadiki, Xitoy iqtisodiyoti yaxshi ketayotgan bo'lsa, Xitoy Avstraliyadan ko'proq xom ashyo sotib oladi. Avstraliyaga ko'proq dollar tushadi degani. Avstraliya dollari esa, ya'ni AUD juftligi kuchayadi va agar yuqoridagi zanjirga misni qo'shsak, Xitoy iqtisodiyoti yaxshi ketsa, mis talabi oshadi, mis narxi ko'tariladi. AUD, ya'ni Avstraliya dollari ham ko'tariladi. Shu sababli forex treyderlar orasida mashhur qoida mavjud. Mis narxi va AUD dollar juftligi bir yo'nalishda harakat qiladi. Bu korrelyatsiya ba'zan 80-85% gacha yetadi. Ya'ni juda kuchli statistik bog'liqlik. Amaliy misolni ko'raylik. 2021-yilning birinchi yarmida Coviddan keyingi iqtisodiy tiklanish davomida mis narxi tarixiy yuqori darajalarga, tonnasiga 10,000 dollardan oshgan darajalarga ko'tarildi. Xuddi shu davrda AUD dollar, ya'ni Avstraliya dollari va dollar ham 0.65 dan 0.78 ga qadar, ya'ni taxminan 20% ga oshdi. Treyderlar
Bu ikki ma'lumotni birga kuzatib, AUD dollarda uzun, ya'ni long pozitsiya yoki buy pozitsiyalar ochgan bo'lsa, juda yaxshi natija ko'rgan bo'lardi. Aksincha, 2022-yil o'rtalarida mis narxi keskin tushganida AUD dollar ham 0.75 dan 0.62 ga qadar quladi. Bu ikkala harakat deyarli parallel tarzda sodir bo'ldi. Agar siz o'sha davrda mis grafikini kuzatayotgan bo'lsangiz, Avstraliya dollari va dollarda qisqa pozitsiya uchun signal olish imkoniyatiga ega bo'lar edingiz. Endi bu tahlildan amaliy savdo strategiyasi qanday quriladi? Shuni biroz muhokama qilib ko'rishimiz kerak. Professional treyderlar buni intermarket analysis, ya'ni bozorlar aro tahlil deb atashadi. Go'yo oddiy bitta bozor ikkinchi bir bozorga nisbatan yetakchi ko'rsatkich vazifasini bajarishi mumkin. Mis AUD, ya'ni Avstraliya dollariga nisbatan aynan shunday. Amalda bu qanday ishlaydi? Birinchi qadam mis narxini kuzatish. Buni LMA, ya'ni London Metal Exchange narxlari orqali yoki oddiyroq qilib MetaTrader 4 yoki Trading View'da HG ticker orqali kuzatish mumkin. Ikkinchi qadam mis narxida aniq yo'nalish bor yo'qligini aniqlash. Agar 2-3 hafta davomida izchil oshib borsa, bu Avstraliya dollari va dollar uchun bullish signal. Agar tushib borsa, bearish. Uchinchi qadam esa bu signalni texnik tahlili bilan tasdiqlash albatta. Mis ko'rsatgan yo'nalish bilan Avstraliya dollari va dollar texnik ko'rinishi mos kelsa, bu treyderga qo'shimcha ishonch beradi. To'rtinchi qadam esa Xitoy iqtisodiy ma'lumotlarini ham qo'shimcha filtr sifatida ishlatish. Xitoyning PMI ko'rsatkichi, sanoat ishlab chiqarishi, eksport ma'lumotlari bularning barchasi mis narxiga va o'z navbatida Avstraliya dollari va dollar juftligiga, AUD dollarga sodda qilib aytgan ta'sir qiladi. Bu esa yana bu yerda muhim bir ogohlantirish qilishim kerakligini ta'kidlaydi. Korrelyatsiya bu deterministik qoida emas, ya'ni mis oshdi degani AUD albatta oshadi degani emas. Ba'zan korrelyatsiya buzildi. Masalan, agar AUD dollarda kuchli ta'sir o'tkazuvchi boshqa omil bo'lsa, Avstraliya Markaziy bankining foiz qarori deymiz yoki geosiyosiy voqea, u holda mis signalini bir chetga surib qo'yish mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bu vosita yagona qaror qabul qilishni asos bo'lmasligi kerak, balki umumiy tahlilning bir qismi bo'lishi lozim. Yaxshi treyder hech qachon bitta ko'rsatkichga, faqat bittaga tayanmaydi. U ko'plab ma'lumot manbalarini birlashtirib, eng to'g'ri xulosaga kelishga harakat qiladi. Endi Xitoy omilini biroz kengroq ko'rib chiqaylik, chunki bu juda muhim. Xitoy bugungi kunda dunyoning eng yirik sanoat iqtisodiyotlaridan biri bo'lib, uning holati nafaqat mis, balki Avstraliya dollarini, balki keng qamrovli bozorlarni ham harakatlantiradi. Xitoy hukumati infratuzilma qurilishiga sarflashni ko'paytirsa, mis talabi oshadi. Xitoy ko'chmas mulk sektori rivojlansa, mis talabi oshadi. Chunki har bir bino uchun ko'p mis kerak. Xitoyda elektr mashinasozlik rivojlansa, mis talabi oshadi, chunki elektr mashina an'anaviy avtomobilga nisbatan 3-4 barobar ko'proq mis ishlatadi. Aksincha, Xitoy iqtisodiy o'sishini sekinlashtiradigan siyosat yuritsa yoki tashqi omillar Xitoy iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilsa-chi, mis narxi albatta tushadi. Demak, Xitoy haqidagi yangiliklar nafaqat Xitoyga tegishli aktiv va valyutalarni, balki mis va unga bog'liq valyutalarni ham to'g'ridan to'g'ri harakatlantiradi. Bu yerda yana bir qiziqarli bog'liqlikni aytib o'tishim kerak. Mis va Kanada dollari, ya'ni CAD o'rtasidagi munosabatchi. Kanada ham xom ashyo eksportchisi bo'lib, Xitoy iqtisodiyoti bilan bog'liq, lekin CAD ko'proq neft narxiga bog'liq bo'lganligi uchun Avstraliya dollari, ya'ni AUD kabi kuchli korrelyatsiya yo'q. Shunga qaramay, ba'zi treyderlar uchun omil sifatida mis, neft va AUD-CAD spreadni birgalikda tahlil qilishadi. Bu murakkabroq strategiya, lekin tajribali treyder uchun qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ochadi. Shuningdek, yana bir muhim jihat mis va dollar indeksi, ya'ni DXY o'rtasidagi munosabat. Mis xuddi ko'pgina tovarlar kabi AQSh dollariga kotirovka qilinadi. Demak, dollar kuchaysa, mis arzonlashadi. Sababi oddiy. Boshqa valyutalardagi xaridorlar uchun mis qimmatroq bo'lib qoladi. Aksincha, dollar zaiflashsa, mis narxi o'sadi. Bu yana bir qatlam munosabat treyderlar uchun foydalidir. Agar siz dollar zaiflashishini kutayotgan bo'lsangiz, bu mis va AUD uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlash omili degani. Agar dollar kuchayishini kutayotgan bo'lsangiz, bu mis va AUDga salbiy bosim degani. Shu tarzda 3 ta bozor, dollar,
mis va Avstraliya dollarini birgalikda o'qilganida treyderga ancha to'liq manzara hosil bo'ladi. Keling, bu bilan bog'liq real savdo misoli ustida biroz fikr yuritaylik. Tasavvur qiling, 2022-yil boshida siz mis narxining tepasidan tushishini kuzatyapsiz. Texnik jihatdan ham, fundamental jihatdan ham. O'sha davrda Federal rezerv foizlarini oshirishni boshlagan. Bu dollar kuchayishiga olib kelgan. Mis esa bosim ostida edi. Xitoy esa Covid cheklovlari sababli iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan edi. Ushbu 3 ta omilni Fed siyosati, Xitoy muammolari va mis texnik ko'rinishi birgalikda o'qigan treyder avut dollarda qisqa pozitsiya uchun kuchli asos ko'rgan bo'lardi va haqiqatan ham avut dollar o'sha yili 0.76-0.77 darajalardan 0.62-0.63 ga qadar qulagan. Demak, bozorlar aro tahlil amalda ishlaydi. Albatta, savdo faqat tahlildan iborat emas. Kapital boshqaruv va risk menejment ham shunchaki muhim hisoblanadi. Qanchalik muhim signal bo'lmasin, hech qachon hisobingizda katta qismini bitta savdoga tikib bo'lmaydi. Mis avut korrelyatsiyasini qo'llovchi treyderlar ham qat'iy stop loss qo'yishi, pozitsiya hajmini hisoblab chiqishi va o'zining savdo rejasiga sodiq bo'lishi lozim. Tahlil qanchalik sifatli bo'lmasin, bozor har doim sizni hayratga solish imkoniyatiga ega. Bu haqiqat. Xulosa qilib aytganda, Dr. Koper, ya'ni mis narxi iqtisodiy barometr sifatida foydalidir, chunki u real iqtisodiy faollikni aks ettiradi. Avut dollar bilan kuchli korrelyatsiya mavjud, chunki Avstraliya xom ashyo eksportchisi va Xitoy uning asosiy xaridori. Xitoy iqtisodiy holati esa bu zanjirning markazi bo'g'ini desa ham bo'ladi. Bu 3 ta elementni mis, avut va Xitoy ma'lumotlari birgalikda tahlil treyderga boshqa ko'pgina ko'rsatkichlar ko'rsatmaydigan imkoniyatlarni ko'rish imkonini beradi. Bu professional darajadagi bozorlar aro tahlilning asosi va uning o'rganish har bir forex treyderini vaqtiga arziydi deb o'ylayman. Shu bilan bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga bu tahlil va bu darslik foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Video ostida fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Fikrlar va savollar albatta ko'rib chiqiladi. Barchangizga rahmat. Sizlar bilan keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.